bilan reverchik. Men bugun, ya'ni bugunda eski changdagi 3-qismni olishga vaqt topganim uchun olishni boshladim. Xo'p, bolalar, bizga ko'proq loy kerak bo'ladi. Loy. To'xtang, mana lopata. Bor ekan lopatga. Ko'p qaziymiz. Joncha ko'p ham kerak emas. Bola, sizlardan andushi rahmat. 26 ta bo'ldik. 30 taga harakat qilamiz. 50 ta bo'lgandan keyin jonli streamni boshlayman. Sizlarga Roma Vyjivaniya degan kanal tavsiya etaman. U kanalda уже Vyjivaniya qiladigan bitta ukamiz bor. Paddeshi kerak ekan. Yo, bu yerda konimiz bor. Shuning uchun unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yil oxirigacha 10 ta bo'lmoqchi. Bola, afsuski bugun Skyblock olamadim. Chunki men kerakli joyga borganim yo'q. Nima? Bola, 30 yoki 31 dekabr kuni premyera qilaman. Kirib ko'ringlar. Loy ko'p deb o'ylaysan, lekin kamgina qoladi. Bola, shu videoni tagiga kommentariy yozib ketinglar. Challenge. Men o'sha challenge-ga harakat qilaman. Endirqalarni topdim. Dragonning bo'ladigan xatarni battle drop qildim. Parkurni qildim. Skeletlarga qarshi kurashdim. Hammasi shu kanalda bor. Bo'lgan shuncha loy bilan mashaqli kishlashga harakat qilish kerak. 35 tagina loy. Bolalar, buni birinchi sezonni kim ko'rgan bo'lsa, ikkinchi sezonni undan ham qiziqroq qilishga harakat qilmoqchiman. Uning necha qavat bo'lishini kommentariyada yozib ketishingiz kerak. Bola, qishlayotganim asosiy sababi bor. Chunki bu yerda pol bo'ladi. Pol bo'ladi. Men sizlar bilan reverchik bo'ldi. Barchaga tomoshachi addoshlar rahmat. Sizlar bilan reverchik bo'ldi. Barchaga xayr.